Assalomu alaykum. Azon bilan keyfi do'stlar, Xudoga shukr. Saat 10 bo'ldi. 10 bo'lishdan keyin 4 mashina sotildi. Allohga shukr, savdolarimizni yaxshi, Xudoga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Shunga bemalol mashinalarni bo'lsa kelisingizda bo'ladi. Xudo xolasa sotib beramiz. Do'riga sashtirib naqd bilan sotib qolamiz. Muammosi yo'q. Ikkalanglar, nomachin, inomarkami farqi yo'q. Nomachin bo'lsa naqd bilan olamiz. Cheklanmagan miqdorda, hurmatli obunachilarimiz. O'zim ham komfort bozorda bo'laman. Kelaverasizlar, sizlarga 24 yilda xizmatdamiz. Bundan bir jentramiz kelgan, zaxonning, ya'ni tuning yetilgan jentra so'rab kelganlar uchun 140 million so'm pul. 22-yil hammanasi ko'rgan jentra. Kelaverasizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Savdo bo'lib yotdi. Bunda 12sini sotildi. Hozir ham kamera ochamiz. Assalomu alaykum. Bu yerda jentramiz xullas sizlar uchun xizmatdamiz komfort bozorda. Kelaverasizlar. Xankada. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'broqda savdodan navbatdagi savdomiz Xanka bo'ldi. Xudo xolasa 2000 baho e'tibor bering. 23-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya 10X mashinamizni 6 million so'm pul berdik. Yaxshilari, xayrli bo'lsin. Lozimsiz? Sog', nasibasi. Kelaverasizlar xizmatdamiz. Şimdi 2023-yilda ishlab chiqarilgan uchoq araba. Mashinamizdan metan gazni so'rash yo'lini uyda registrator ham narsalar bor. Qo'shqo'roqda savdo komfort bozorining xizmatdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli qo'shqo'roqda savdo obunachilari. Qo'shqo'roqda savdodan navbatdagi savdomiz, birinchi savdomiz Azon bilan Xudo xolasa 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomat mashinamiz bo'ldi. Mashinamizning bahosi Xankadan yig'ilsa 153 million so'm naqd pul sotildi. Razımsınız? Allah'ın yaxşı olarak bolan bir oldu nasip etsin. Kaçırma maşinası. Maşinamız 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Amerika'nga fara, yumshoq balon. Malibu rul, Malibu bar, hamma navorati bor mashinamiz. Tayyor, lyuk, ABS diski, metan gaz. Qo'shqo'roqda savdo komfort bozoriga kirasizlar. 24 soat xizmatimiz. Bundan boshqa yana azotini jentralarimiz. Hammasidan bor. Necha so'm bu hafız? Necha so'm bu? 2018-yil. Boshqa yillarda 85-90 million turgandi. 79'a qo'yaman dedingizmi? 78. 8 var. 78 ha? Kraska? 2 eskinde var. 2 eshkina kraska bor. 78 million so'm pul. 18-yilda ishlab chiqarilgan mexanika qarabga. 4 yumshoq balon. 4 yumshoq balon, metan hamma narsalar bor. Yurgan probegi? 200 ming xolos. 200 ming yurgan probegi. Zo'r baho. 78 million so'm pul. Ha? 200 pul. İsa, kelaverasizlar, xizmatdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shqo'roq avtosavdoning Zontik bozorimizdan navbatdagi savdomiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia Hybrimiz bo'ldi. Mashinamiz 100% rodnoy mashina bo'ladi. Mashinamiz nedan deysiz og'a? Shavoddan yag'amiz, naqd pul 30 million so'm pul berdik. Og'a rozimisiz? Bundan ham zo'rlab berib o'tiradi. Tindan shamollash tuz maktubasi. Mashinamiz 99-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlar ham zo'r holatda turibdi. Mashinamiz krassiya rodnoy holatini ko'rsa zo'r holatda turibdi. Ideal sostoyanida mashinamiz. Qo'shqo'roq avtosavdo kelaverasizlar, tanlovda adashmanglar. Qo'shqo'roq avtosavdo siz uchun xizmatda. Ölüp duruyor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shqo'roq avtosavdoning Zontik bozorimizdan navbatdagi savdomiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz bo'ldi. Mashinamizning bahosini qarang. 45 million so'm pul berdik. Qo'shqo'roq abotdan yag'amiz. Rozimisiz? Tendan shamollash uchun bundan ham zo'rlab berib o'tiradi. Rozim. Go'spang mashina. Mashina 2015-yil. Krasyar toza, zo'r holatda. Kelaverasizlar, qo'shqo'roq savdo Zontik bozoridan. Har turdagi mashinalarimiz bor. Hurmatli obunachilarimiz, mashinani yomonini qo'yib beraman. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, faqat kapotining yuzida kraska bor. Lyuks konditsionerlarini ishlab turgan Nexia mashinamiz. 15-yilda ishlab chiqarilgan 30 ichaveramiz. 39 million so'm pul beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, yetib ko'ramiz. Mashina balonlar, chotki metallari bor, metallarning sroki, hamma narsalari bor. Lyuks konditsioner yana. Hamma narsasi ishlab turibdi. Chotki ideal holatda. Sonstramblyor idealniy mashina. 39 million so'm pul. Qo'shqo'roq avtosavdo komfort bozorida bosib. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shqo'roq avtosavdoning Zontik bozorimizdan navbatdagi savdomiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz bo'ldi. Mashinamizni Xiva pishkanikdan yag'amiz, naqd puli 55 million so'm pul berdik. Og'a rozimisiz? Bundan ham zo'rlab berib o'tiramiz. Tendan shamollab turdi. Yaxshi yillarimiz. Go'spanga. Mashinamiz 2022-yil, yumshoq balonlari bor, hammasi bor, chexol polik. Mashina zo'r holatda. Kelaverasizlar, Qo'shqo'roq savdoni Zontik bozorida 24 soat xizmatdamiz. Har turdagi mashinalarimiz bor. Assalomu alaykum, Qo'shqo'roq savdoning podpischilar. Qo'shqo'roq savdo komfort bozorimizdan Rasrochkaga damozimiz bo'ldi. Urganch tumaniga ketdik. Naqd Rasrochkaga 97 million so'm berdik. Aytgan
Razımız. Yaxshi kunlar to'ylarimiz. Battur. Akasına pazar gel. Akalarına pazar ketdilar, Rasrochga yetib berdik. Salon bahası 97 million so'm. Qo'shki bir hafta savdo, Komfort bozoriga kelaverasizlar. Rasrochga mashinalarimiz 12, Tracker, Damazlarimiz, boshqa mashinalarimiz ko'p. Tamam. Assalomu alaykum qo'shki bir hafta savdo podpischilar. Navbatdagi savdomiz yangi arka bo'ldi. Str narx bilan 120 million so'm 12 2024-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz mexanika korobka bo'ldi. Yaxshi kunlar to'ylarimiz. Nasib etsa tenglashamiz. Gelaversa yumshoq baron, abizovka, metan 16.000 kilometr yurgan. 24-yil 3-pozisiya. Assalomu alaykum qo'shki bir hafta savdo podpischilar. Qo'shki bir hafta savdo Komfort bozorimizdan gibrid mashinamiz BYD Qoraqalpog'iston Respublikasiga ketdi. 272 million so'm str narx bilan ketdi, abi. Yaxshi kunlar to'ylarimiz, nasib etsa tenglashamiz. Battur. BYD gibrid hamma narsalari bor, diskalari yomonidan taqilgan, tonirovka razishini, hamma narsalari bor. Mashinamizni bahasi 272 million pul oldi. Endi og'amlarni 2023-yilda ishlab chiqargan Gentra mashinani necha so'm bo'ldi uni bahasi? 140 million so'm olindi, 142 million so'mga beramiz. Avtomat korobka 23, 4 ta yumshoq balonlar taqilgan. Mashina zo'r holatda. Hech qanday narsa yo'q. Zo'r. Metan hamma narsalari bor. Mashinamizning bahasi 142 million so'm bo'lsa, qo'shki bir hafta savdo Komfort bozorimizda turadi. Kelaverasizlar, xizmatdamiz. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarga Toyota'larning zo'rlarini faqat qo'shki bir hafta savdoda to'p beradi. Yoddan chiqarmanglar. Oqshom bilasizlar 15 ming dollar birini qo'ydik. Bir kunning o'zida sotildi. Uspet qilmanlar uchun 100% kraskasi toza, pakalena metallar durganini topib qo'ydim. Hech qanday kraska yo'q. Lekin 400 ming kilometr turgan. Bu mashinalar uchun ma'lumot uchun aytib o'taman, 400 ming probeg emas. Optol yemidi, mashin ideal holatda. Ham meri zavoddan kelganini ishab turibsa, shuna ishlab turibdi. Mashinamizning narxi 13 ming dollar beramiz, hurmatli obunachilar. Ketib ko'ramiz. Endi mayda chudalari bor. Endi bo'ladi, lekin kraska yo'q, 13 ming dollar. Paket balonlar qo'yilgan. Bu boy tanlovkalarning ruxsatnomalari bor, salonlar ham akkuratli mashinamizni ko'rsatsa bo'ladi. Chotki holatda, aka. Orqalarida metanni ustanib ketib ko'rsakan. Metandan chotki ustanib ketilgan. 4 turibdi. Bu bilan biroz kilometr yurdi. Xullas, minutchiga pamitat qolasizlar, mashinamizni 13 ming dollar beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki uchinchi vaziyatni o'tirib bermaslik uchun ham bosing. Yönetmen gelin soğudanın kameranda. He? Şeketler göredi. Balla göredi. Berakacan. Niye ne oldu? Ne özüm kaytarıp parama? Niye ne geldi? 84'te 300 so'm kartındalık oldu. İçe son da tutsan? 84 200 de 84 de tuttular. 84 200. 100 bin so'm üstüne tutma. Berey. Ber. Yok ama buna 300 bin so'm kemine sonra tuttular 84'ten. Ben Ha, 84'te ya, verdim ya, bir ya. tane. 300 bin so'm o'shati bermadi, ha, bak. Yönetmen. Ya bakalım. Ha basın. Zor. 26 eken. 26 yıl damas. 84 milyon son buladı. Şurada yanında balık yiyeyim sonra balık yiyeyim. Basın. Ay sudan girerken bir soğuk su verelim. Dayı. Neredensiz dayı? Kazakistan mısın? Kazakistan bu derece Mekke'nin bunu şapattı. Mekke'yi bu iş bu su şehirlengen bu. Alaş dedim ki. Koşamat. Ana aldız başını indi. Koşamattan. Ha. Koşamatın üstü bilen. Hoş. Ağa Koşamat'ı öldüren sözlerimiz gerek bu sançelim. Buna tesir etmedi. Ha, gelin gelse. Gelin ese. Bakana. Ama bak sana futboluna pişmene tu. Harap buldu ortada. Daman sen bana siz bayıncak balon kurgan. 25 bin mi altı mı şumkele? 25 4000 kilometre hem bana siz bak şumkele hem kırıngan. Metanı bak. 84 milyon son pul batırdı. Evet şimdi oksidan sadar 200-300 üstüne. Al ver. Boldu ver tamam. Bereke. Sapat puluna batalım dedi koyun. 84'ün Tamam bol yaxşı ver. Bol. Boldu bereke. Gitti. Kazarsa gitti. Xudo xolasa. Volkswagen Caddy. Niçin bu maşını zo'r dediler? Nermincha qimmatda bo'lar edim. Hozir edib ko'rib, haqiqatda pulni loyiqligini bildim. Hurmatli obunachilarimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, atigi 100 ming kilometr yurgan
en full pozisiyası bunların yanında yok hilesini hazır günde takvimine bakarsa 15 bin dolarlar bu varsa gerek. Lekin bize koşku bir hafta sonra bize onun nakla doğru gelmedi. Bize sizlere bunu 10 bin dolara veririz bir evre. 10 bin dolara kara. Kraske taza, balonunu gör. Paket koyulgan yani balon. Metalları bağ, kuru boy tonirovkalar bağ, içleri akkuratlıdır bu maşının. En full pozisiyası, 4 içken bakilisi, gel gösteririz. Arka sidyenlerin bakilisi, tercih arka sidyenlerin bak. İlk yeden metuşların bak. Hürmetli abunacılarımız, koşku bir hafta sahada Comfort Bazarda Hazret Balık Biniyle sizler için basamız. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavodani Zontik bozorimizda yana bir navbatdagi savdomiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Largusimiz bo'ldi. Mashinamizni Urganch shahridan yag'anlarimizga 50 million so'm pul berdik. Ag'anlar uyda o'tishni qolaman. Katta mashina göster. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlar zo'r holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana ses tayyor, metallar ham bor. Tanlovlar adashmagan Qo'shko'pir avtosavdo sizlar uchun xizmatda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi mashinamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a Bo'stonobod 22-yilda ishlab chiqarilgan Cobult'imizni 120. 20 million so'm pul berdik aga. Yaxshilar ham nasibasi rozimisiz? Xayrli bo'lsin. Rahmat. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yumshoq balolar daqilgan. Mashina zo'r holatda, ko'zasi qo'lladi yana. Mashina holati zo'r. Mashinamizning bahosi 120 million so'm. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'ga ketdi. Gelaversa Qo'shko'pir avtosavdo Comfort bozorida xizmatdamiz. Li 7 ultrasi bilasizki eng fulli, eng oxirida chiqqan 2025-yilda ishlab chiqarilgan 63 ming dollar o'zar ag'alla salondan lobellarni qo'yib aytganlar 55 ming deb turibdi. Men aytdim 50 mingga ketadi ağa, bering 50 mingga deb turibman. 55 deb turibdi, ustidan savdolashib beraman o'zim. Ultrasi görseyde buladı. Yani paket 2000 kilometre tuttu maşin. Çok ki saslanırım bu nesem çıkan antı seyirken ne yapıştın seyirte. Hemen meseleleri bu arka monitörleri görseyde buladı. Hemen sesi bakıyla hürmetler buna sağımız kraskesi taze hiç yanında kraskesi yok. 2000 kilometre yürüyen liğimizde 55 bin ilgiler rahat tuttu. Savdalaşıp özüm üstünde hep beraber 200 dolar o zaman hakkım malama. Hürmetler abunacılarımız maşinamız Qo'shko'pir avtosavdo Comfort Bazarda satura duradi. Basın. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarga hech de yo'q antikvar vaziyalarni topishda davom qilamiz. Qo'shko'pirda bir yerga keldik hozir. Neligini taxmin qilib ko'raveringlar. Malibu Premier 5 probek yurmagan 22-yilda ishlab chiqarilgan birinchi nomerlarni olib qo'yibdilar. Yana ko'rsanglar bo'ladi. Voy. Nechik? Nima deyapti? Qiziqadi olamami? Yurmagan Premier Malibu keyin avtomat Gentra yürümegen yani yavala bakın yavamas şekilde onu yavamas şekilde keyin alaman yaxshi videosini adını koyaman onu yani paçkesinden zavutdan minnet giyen bilseniz de Türkmen'den giyen bunu Türkmen'den giyen oşu duruşunda durup derler onu özüne adını videosunu koyamız yine bunda Malibu'muz xullas satıladı narxını indi gelseniz bir yan tarafta avtomat Gentra'mızdan durdu bu an 5 probek yürümeyen 23 yıl Malibu'muz ham bundan başka yine 3-4 maşılar var ulan basqışma basqış satıp para veremiz ağamdan hakimi Buna bakarsan 450 milyon so'm pul aytib turibdilar. Gentra'ni maslahatlashamiz, keyin qolgan mashinalardan videolarini qo'yaveramiz. Nodiston mashin pulni stoyishimi 5 probek Premier 22-yilda ishlab chiqarilgan birinchi nomerlar olingan Malibu mashinamiz. Paket hali. Ana egalari kim qiziqadigan bo'lsa, mana chiqadigan bo'lsa, lishni aloqaga egalar bilan gaplashtiraman, o'zi savdolash bo'lasa 450 milyon so'm pul aytib turibdilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdo Zontik bozorimizda navbatdagi savdomiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan Damozimiz bo'ldi. Mashinamiz ham mo'jiza tayyor. Mashinamizni Xivodan yog'larimizdan naq pul 83 million so'm pul berdik. Ko'rsatsangiz. Mashinamiz 2025-yil. Metal yumshoq plon hamma narsasi bor, chexol polik. Alloh qo'ylar. Kelarasizlar Qo'shko'pir avtosavdoda har turdagi vivorlarimiz bor. Sizlar uchun 24 soat xizmatdamiz. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'pir avtosavdodan navbatdagi savdomiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil ko'rgan mashinamiz bo'ldi. Mashinamizning narxi 14.500 dollar pul Qo'shko'pir o'rtaga berildi. Yaxshi yillarning xayrli bo'lsin. Rozimisiz? Nasib etsin. Kelaversa xizmatdamiz. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Zo'rindan xo'shona diskga balonlar qo'yilgan. Sensatsiyasi motiv bo'lib turibdi.
Halatı zor. Qo'shni bir avtosavdo komfort bozordan kelaversin. 24 soat xizmatdamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mashinangizdan tushib turmasangiz bo'lmaydi. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, Chazor gap qoldi. 2024 manda adashmasam hozir so'rab kelamiz. Assalomu alaykum yana bir bora, salomatmisiz? Yilcha mashina. 2024 Ava, Raskaratnoy 15 ming yurgan. 15 yurgan, Tonirovka razрешение 11 oy bor. Siz bo'lmang, ovozingizni eshitilmaydi deb turadi. Aslida siz mashina ishlamaylik, men kiramayman. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Krugoy Tanovkasi Ruslan damosi bor. Kraskasi 100% toza, Chazor mashinamiz, lyuklari hamma narsasi bor. Tak. Chexollar qo'yilgan. Necha so'm pul beramiz? 215. 215 bitari. Bitari. Eng azgina qilsa bo'ladimi? Yo'q. Yaxshi. Esa men barbab sotarman, ustidan qo'yishim kerak. 218 million so'm pul beraman. Rozimisiz? Tag'anda o'zingizniki 210. 20 satasa o'zingiz bilasiz. Tamam, zo'r. Muzikcha gap bo'ldi. Mashina kraskasini javobmi? Javob. O'zingiz odizda? Keltirib olaversizlar. O'zim modimda. Nedan siz? Urganchdan. Urganchdan. Hammani garantiya. Garantiya. Tamam, siz ishondik. Chazor so'rab yurganlar, yana 2024-yilda ishlab chiqarilgan 15 ming kilometr yurgan Krugoy Tanovkasi ham 11 oy ruxsatnomasi bor ekan. Yumshoq balolar qo'yilgan, tayyor holatda turibdi.